Aziz do'stlar, mana paromga chiqdik. Mana yotoqxonasi. Bizaniki 215. Mana shu xona. Chaqirib ketsangiz stolovaga boramiz. Mana qayerda bilet bergandan keyin yananga kelasizlar xonalaringizga. Bunday qilib tiqsangizlar o'qiydi avtomatik. Hozir endi ochilmaydi bir marta. Yana bir marta tiqasizlar. Yana tiqsanglar ikkinchi martasi o'zi ochiladi mana kirasizlar. Keyin shunday endi stolovaga boramiz qani. Stolova mana birazdan qaraganda mana qarangizlar. Bunaqa vid bo'ladi. Ketyapmiz mana. Dahshat. Mana. Dengizga ketyapmiz. Bunaqa vid bo'ladi. Chiqaylik ham bir stolovaga endi. Aziz do'stlar. 11-etajga, 10-etajga, 9-etajga yotoqxonamiz, 10-etajga yotoqxonamiz. Mana 11-etajga stolova bor ekan mana. Tualet hammasi. Bizning mashina mana 5-etajga turibdi. 10-etaj mana yotoqxona hammasi. 11-etaj stolovoy, magazin. Mana Kapitan, Sunder Boshop, Lockout kafe bor ekan, bar bor ekan. Katta mashinalar uchun yagona stolovoy bor ekan. Qarang boraylik ham. Lounge. Xaridlar bor ekan. Mana stolovoy mana. Do'stlar. Shu stolda bo'lsa kerak. Mana bizga Sunder Shop Tracker Lounge. Tracker Lounge shayga kirsa kerak mana. Mana bunaqa strak ko'rsatyapti. So'raymizda qani. Sherdami ekan? Aziz do'stlar, mana kelganmiz mana ekan. Sunder Boshop soat 4 ga ekan. Chekni ko'rsatsam deyapti. Mana trackerlar uchun ovqat berilgan mana. Shopirlar uchun. Mana. Do'stlar, ommalda o'tiribdi mana.